Xorazm zamini o'ziga xos tarixga ega. Ming yillik osori atiqalar nafaqat yurtdoshlarimizni, balki jahon sayyohlarini ham o'ziga maftun etib kelayapti. Quvonarlisi, hududdagi qator nomoddiy meros, intellektual yoki ijodiy an'analar UNESCOning ro'yxatiga kiritilgan. Bu o'sha joyning ahamiyatini yanada oshiradi. Masalan, Ichanqal'a xalqaro tashkilot ro'yxatiga kiritilgach, nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo madaniyati uchun muhim manzil sifatida baholandi. Xiva, Xorazm zaminining gavhari. 1990-yilda Ichanqal'a UNESCOning jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Bu nafaqat uning me'morchiligi uchun, balki Xorazm sivilizatsiyasining yuksak madaniyati va ilm va ma'rifatga, san'atga bo'lgan muhabbati uchun berilgan baho hamdir. UNESCO maqomi joyni jahon sayyohlari uchun brendga aylantiradi. Xiva ham xuddi shunday bo'ldi. Ichanqal'a mintaqadagi eng ko'p tashrif buyuriladigan manzillardan biriga aylandi. Mahalliy iqtisodiyot, hunarmandchilik va xizmat sohalari rivojlandi. Bu yerdagi har bir obida xalqaro me'yorlar asosida muhofaza qilinyapti. Restavratsiya ishlari ilmiy asosda amalga oshiriladi. UNESCOning moliyaviy va texnik yordami bilan ayrim tarixiy binolar yana ham go'zal qiyofa kasb etdi. UNESCO'ni biz bilamizki, butun jahon merosini qabul qiladi. Ichanqal'a aynan shu tarixiy me'moriy obidalarni 58 ta tarixiy me'moriy obida ro'yxatga olgan. Bu bizlar uchun katta faxr. Ichanqal'a bu shahar muzey. 90% tarixiy me'moriy obidalarimiz Xivadagi aynan shu qal'aning ichida, Ichanqal'a ichida mujassamlashgan. Bizning nafaqat Ichanqal'amiz, balki Lazgi ham ro'yxatga olindi. Undan tashqari Xudoybergan Devonov, birinchi o'zbek foto va kino asoschisi, uni ham faoliyati ko'p yillar davomida o'rganilgan va hozirgi davrda mana muzeylar tashkil qilindi. U ham ro'yxatga kiritilgan. Sayyohlar oqimi ko'payib bormoqda. O'tgan yili 180 ming chet ellik sayyoh kelgan bo'lsa, bugungi kunga statistika ma'lumotga qaraganda Xivamizga butun dunyodan 100 mingga yaqin chet ellik sayyoh tashrif buyurgan. Ha, yildan yilga sayyohlar oqimi sezilarli darajada oshgan. Ularga Ichanqal'a yoqdimi degan savolimizga shunday javob oldik. Bu yerda bo'lganimizdan mamnunmiz. Juda yoqdi. Xiva nihoyatda ajoyib va betakror shahar ekan. Tarixi haqiqatdan ham hayratlanarli. Ha, Amerikadan bu yerga kelish ancha uzoq yo'l, lekin biz sayohat qildik va katta taassurotlar oldik. Har bir tarixiy obidaning saqlanishi e'tiboringizni tortadi. Asl holda saqlangan. This place is beautiful. Bu joy juda go'zal, odamlari mehribon. Katta rahmat. Biz barcha obidalarni ko'rib zavqlanyapmiz. Превосходное место. Xiva juda chiroyli va yoqimli shahar. O'zbekistonning barcha hududlarining o'ziga xos boy tarixi bor ekan. Odamlari mehmondo'st, samimiy, bizga juda ma'qul bo'ldi. Muxtasar qilib aytganda, Xiva bu bizning o'tmishimiz, bugunimiz va kelajagimizni bog'laydigan muqaddas zamindir.